benamoz bir luqmani olib og'ziga soladi. Solayotganda haligi luqma tilga kirar ekan. Ey benamoz, sen meni yemasang bo'lar edi. Sen meni yeb gunoh ishlarga sarf bo'lasan, seni mabodo badaningga men jaylanib najosat bo'lib tushmasdan badaningga go'sht bo'lib qolsam, seni azobingga men ham sherik bo'laman der ekan. Seni o'rniga bitta namozxon yeb, namoz o'qib, roza tutib ibodat qilsa, o'shanga men ham hissam qo'shilib qolardi, quvvat olardim der ekan. Endi benamoz uydan safarga, bozorga yaqib chiqib ketayotganda devor bosgan yer aytar ekan: "Ey benamoz, qaytib shu xonadonga kelmagin. Sendan biz zerikdik" der ekan. Yer aytar ekan: "Shu bizni bosmaganingda bo'lar edi" deb turar ekan. Kiyimlar aytar ekan: "Agar bizga Xudo jon berganda, sendan biz qochib ketar edik. Shu benamozga biz avrat bo'lmas edik, bekinib turmas edik" der ekan. Benamoz o'lsa, yuvayotgan suv ham aytar